14-variant 40-masalani ko'rib o'tsak, o'simliklarning guli odatda qizil rangda, seleksioner oq gulli 3 ta mutant o'simlikni birinchi, ikkinchi va 3-liniyalar sifatida ko'rsatilgan ajratib oldi. Bu o'simliklar genetik jihatdan har xil toza liniyalar bo'lgan. Ularni o'zaro chatishtirdi hamda avlodda quyidagi fenotiplar kuzatildi. Demak, mana chatishtirish natijasida olingan fenotiplar 6 ta chatishtirish bo'lgan va ularning natijasi yozilgan. Ana endi bizdan so'ralayotgan narsa qizil gulli o'simliklar barcha genlari bo'yicha heterozigota o'zaro chatishtirildi. Olingan avloddagi 128 ta o'simlikning nechtasi oq gulli bo'ladi? 3-liniyada dominant genlar soni nechta? Xo'p, e'tibor beramiz. Bizga katta joy kerak. Hozircha bizga nimalar ma'lum? Bizda 3 ta liniya bor ekan. 3 ta liniya barchasi oq rangli va bular genetik nuqtai nazardan har xil. Bularning genotipi har xil, fenotipi bir xil va barchasi toza liniya. Ya'ni aniq homozigota organizm. Xo'p, birinchi chatishtirish natijasida bizda nima bo'ldi? Birinchi, ikkinchi liniya chatishtirildi, barchasi oq rangli o'simliklar olindi. Ikkinchi chatishtirishda birinchi va 3-liniya chatishtirilganda qizil rangli o'simliklar olinyapti. Uchinchi chatishtirishda esa ikkinchi va 3-liniyalar, ikkinchi va 3-liniya chatishtirildi va oq rangli o'simliklar olindi. E'tibor beramiz. O'ylaysiz, man topdim, bu o'sha komplementarlik, nualel genlarning o'zaro komplementar ta'siri bilan bog'liq. Bu eski 10-sinfda bor edi, o'sha yerda qizil, oq gul chatishtirilgan 9 ga 7 nisbatida topdim deysiz, o'zizcha taxminiy belgilash kiritasiz. Tak. Ikkita dominant gen bo'lsa, bu qizil rangda bo'ladi. Bularni boyatdik, toza liniyalar, shuning uchun bemalol o'zi ikkita katta, ikkita kichkina b, ikkita kichkina a, ikkita katta b va barchasi mayda retsessiv genlar bo'lgan organizmlar oq rangda bo'ladi deb tushuna olsak bo'ladi. Ana endi bizda qaysi biri retsessiv digomozigota shuni topsak, qanday topishimiz mumkin? Xo'p, birinchi va 3-chatishtirishga e'tibor beradigan bo'lsak, olgan avlodimizning barchasi oq rangda. Xo'p, ikkovida ham qaysi liniya ishtirok etyapti? Tabiiyki, ikkinchi liniya. Ikkinchi liniya birinchi chatishtirishda ham bor, ikkinchi liniya 3-chatishtirishda ham bor. Demak, aynan ikkinchi liniya retsessiv, barcha genlar retsessiv bo'lgan deb xulosa qilsak bo'ladi. Va ikkinchi chatishtirishni ko'rishimiz mumkinki, birinchi va 3-liniyalar bor. Birinchi geni bo'yicha dominant homozigota, 3-liniyani esa ikkinchi juft geni bo'yicha dominant homozigota deb olsak bo'ladi. Tabiiyki, ular chatishtirilgan paytda qizil rangli o'simlik olinar edi. Xo'p, mana bu birinchi liniya, bu ikkinchi liniya. Birinchi liniyada u yerda katta A qo'ydik dedik. Bu esa ikkinchi liniya. Chatishtirilgan paytda barchasi oq rangli bo'ladi. Bu yerda bu birinchi liniya, bu esa 3-liniya. Birinchi liniya birinchi juft geni bo'yicha dominant homozigota, 3-liniya esa ikkinchi juft geni bo'yicha dominant homozigota. Chatishtirgan paytimizda esa barcha genlar bo'yicha qizil gulli o'simliklar olinadi. 3-chatishtirishda esa mana bu ikkinchi liniya, bu esa 3-liniya. Barchasi oq rangli bo'ladi. Xursand bo'ldingiz? Ha, topyapman, zo'r ketyapti, hozir javobni topaman. Lekin afsuski, bu yo'l xato. Xo'p, buni mana bu yerda 4-chatishtirishga kelganda bilib olishimiz mumkin. 4-chatishtirishda 2-chatishtirishdan olingan F1 avlod, ya'ni gap mana bu haqda ketyapti. Chatishtirilyapti birinchi liniya bilan. Mana birinchi liniya bilan. Chatishtirgan paytimizda biz olgan avlodimizning 4dan 2 qismi qizil, 4dan 2 qismi esa oq rangda bo'ladi. Lekin bizda bu kutilgan narsa emas. Nima qilishimiz kerak? Hammasini boshdan boshlaymiz. Siz to'g'ri o'yladingiz, bu komplementarlik bilan bog'liq bo'lgan narsa. Siz to'g'ri o'yladingiz, bu barcha genlari dominant bo'lgan paytda o'sha barcha allellarda dominant gen bo'lishi kerak. O'sha momentda qizil rang yuzaga chiqadi. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Biz 2 juft gen bilan ko'rdik. Endi 3 juft genlarning, demak, 3 juft noallel genlarning o'zaro ta'siri doirasida ko'rib o'tishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi boyagidek, faqat demak dominant genlari bo'lsagina o'sha paytda qizil bo'ladi. Agar bittasi ham yetishmasa oq bo'ladi deb hisob-kitob qilib ketishimiz kerak. Demak, mana bunday holatda qizil, qolgan barcha holatlarda esa oq rangda bo'lar ekan. Xuddi boyagidek holatlar. Yana biz
ikkinchi liniya sifatida, ya'ni ikkinchi liniya mana birinchi chatishtirishda ham, ikkinchi chatishtirishda ham ishtirok etyapti va oq rangni yuzaga chiqaryapti. Shuning uchun barcha genlar resessiv bo'lgan liniya sifatida ikkinchi liniyani ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p. Ana endi e'tibor bering. Qizil bo'lishi uchun barchasidan dominant gen bo'lishi kerak. Xo'p. Bizda shundan xulosa qilsak bo'ladiki, birinchi liniya va uchinchi liniya shunday tuzilganki, ulardan bittasi digomozigota dominant genlar bo'ladi, bittasida esa gomozigota, ya'ni bitta dominant genlar guruhi bo'ladi deb hisoblab ketishimiz kerak. Biz buni birinchi liniyada demak aynan birinchi juft geni bo'yicha dominant gomozigota bor deb ketyapmiz. Va chatishtirgan paytimizda tabiiyki barchasi oq chiqadi. Uchinchi liniyani esa ikkinchi va uchinchi juft genlari bo'yicha dominant gomozigota deb ketyapmiz. Va tabiiyki chatishtirgan paytimizda barchasi qizil rangda bo'ladi. Ikkinchi va uchinchi liniyani chatishtirganda mana bu ikkinchi liniya edi, mana bu uchinchi liniya. Tabiiyki barchasi yana demak oq rangda bo'ladi. Ana endi bizda 4-chatishtirishni bitta hisob-kitob qilib olamiz. 4-chatishtirishda demak ikkinchi chatishtirishdan olingan avlod. Ya'ni mana bu trigeterozigota, bundan 8 xil gamet olishimiz mumkin va mana bu birinchi liniya. Birinchi liniyadan olgan gametamiz. Xo'p, demak bu yerda 8 ta o'simlikdan ikkitasi qizil, 6 tasi oq. Bu degani nisbatda hisoblasak 8 dan 2 degan bu 4 dan 1 qism deganda qizil rangda. Xo'p, endi savol tug'ilishi mumkin sizda. Nima uchun birinchi liniyada birinchi juft genni dominant dedingiz? Agar uni birinchi, ikkinchi juft genni dominant deb, birinchi, ikkinchi juft genni dominant deb, uchinchi liniyada uchinchi juft genni dominant desangiz ham qizil bo'lar edi-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta shunday bo'lishi mumkin edi. Lekin bizda mana 4-chi, 5-chi, 6-chi chatishtirishlarimiz bor. Aynan o'shalarga qo'yib hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bizda to'g'ri yo'l birinchi liniyada aynan bir juft dominant genlarning bo'lishi, ikkinchi liniyada esa ikki juft dominant genlarning bo'lishi bu to'g'ri hisoblanar ekan. Ikkinchi emas, uchinchi liniyada ikki juft dominant genlarning bo'lishi bu to'g'ri hisoblanar ekan. Mana hozir 5-chi, 6-chi chatishtirishni ham ko'radigan bo'lsak, mana 5-chi chatishtirishda boyagi trigeterozigota organizm bilan ikkinchi liniya chatishtirilyapti. Barcha genlar resessiv. Tabiiyki bu yerda 8 tadan bitta qizil, 8 tadan 7 tasi oq rangda bo'ladi. Mana bu esa 3-liniya. Bu esa trigeterozigota organizmdan olgan gametamiz. 3-liniyadan olingan gameta tabiiyki buni 8 tadan 4 tasi qizil, 4 tasi oq. Bu degani 2 tadan 1 qismi. 2 dan 1 qismi qizil, 2 dan 1 qismi esa oq degani. Bu aynan chatishtirishimizga mos keldi. Endi sizga yana savol tug'iladi. Nima bu birinchi liniyada faqat birinchi juft genni dominant olsak bo'ladimi deb? Yo'q. Birinchi liniyada xohlasangiz mana bu B-larni dominant genlar deb oling. Xohlasangiz D-larni dominant gen deb oling. Bu yerda yana har xil alternativ variantlar bor. Misol uchun B-larni dominant deb olsangiz birinchi liniyada, uchinchi liniyada A'lar va D'larni dominant deb olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi liniyada D'ni dominant desangiz, uchinchi liniya birinchi va ikkinchi juft genlar bo'yicha dominant bo'lishi kerak edi. Xo'p. Hali masalani oxiriga yetib kelganimiz yo'q. Bizda endilikda trigeterozigota organizmlar o'zaro chatishtirilgan ekan. Mana trigeterozigota organizmlar chatishtirilgan. Buni pennet qilib 64 ta kataq qilib o'tirmaymiz. Alohida chatishtirib oldik. Ana endi bizda oq gullilar nechta deyilgan? 128 ta o'simlikdan nechtasi oq gulli? Xo'p, biz avval qizilni bitta topib olsak, qizil bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak edi? Mana bu 4 tadan nechtasi kerak edi? 3 tasi. Shuning uchun 3 taqsim 4. O 4 tadan nechtasi kerak edi? 3 tasi mana. Bu 1, bu 2 ta degani. Bundan 2 ta olamiz-ku 3 ta. Shuning uchun 4 taqsim 3. 3 taqsim 4 kechirasiz. Bu ham xuddi shunday. Mana bu 4 ta, bizga esa 3 tasi kerak. Shuning uchun 3 taqsim 4 bo'ladi. Ana endi qizillarni aniqlab oldik. 64 ta o'simlikdan demak qizillarni ayirib olamiz. Qizillar 27 taqsim 64.
37 taqsim 64 bu oqlarga qoladi. Xo'sh. Ana endi 37 taqsim 64 ni ko'paytiramiz 128 ga. Ya'ni juda oson, taq qisqartiramiz. Bu 2 bo'ladi, bu 1 bo'ladi. 37 kara 2 74 ta oq rangli bo'ladi. Keyingi savolimiz 3-liniyada nechta dominant gen bor degan savol edi. 3-liniyada demak 2 juft, ya'ni 4 ta dominant gen bo'ladi.